Yangi uylarni qurib, egalariga topshirganmiz. Ularning ko'z yoshlari, duolari buni hech narsaga tenglashtirib bo'lmaydi. Endi navbatdagi oila mana shu. Xudo xolisa bularni ham uyini yangi qilib berishga harakat qilamiz. Buni ichida nima bor deb o'ylaysizlar? Nima shunikin? Ichini ochib ko'ring. Mana shu sovg'a sizga. Buni ichida 10 million pul bor. Umidlaringizdan baraka topingizlar. Xudoyo xudoyonda sizlar ham bola chaqalaringiz huzurini ko'rib, yana ham niyatlaringizni qabul qilsin Xudoyda. Amin. Allohu akbar. Hozir masjidda onalariga tegishli karta raqamlarni qoldiramiz. Siz bitta o'zingiz, bitta inson yoniga borib, produktda yoki kichkinagina yordam bersiz, ularning hayoti o'zgarmaydi. Ya'ni bir hafta yoki bir oydan keyin o'sha holatda yashayveradi. Lekin biza qilayotgan g'oya ish nimada? Hamma birlashishida. Hamma ozgina-ozginadan yordam bersa, ko'pchilikniki bilan ishoninglar, katta yordam bo'lib, yangi uy qurib beradigan bo'lsak, bularning hayoti butunlay o'zgarib ketadi.